Mana vaya hop qoldik. Yangi kam yurgan 10,000 kilometr yurgan ekan. Tonirovka, broneplyonka, o'z-o'zini xizmatlarni qilib beramiz-da. Общий 10,365,000 so'mga договор qildik egasi bilan kelishdik. Okada alif bor-da mana. Nesh pulga gaplashgan bo'lsak, bularda hozir limit 10,444,000 bor ekan. Hop mana QR kodga kiramiz. Bizda mana alif bor-ku. Shu pulni mana skaner qilamiz. Keyin mana bu o'zlarining kartalari bilan o'tkazamiz-da. Mana alif nasiyaga kirib turib, kiryapmiz. 10,365,000 mi mana? 10,365,000. Mana 10,365,000. Davom etamiz. Bo'ldi, qaranglar, ko'ryapsizlar mana. Foiz umuman olmaydi. Oyga 1,727,000 so'mdan tushyapti. Общий summa 10,365,000. Ketdi mana. Tamom mana. Menga resmi SMS keldi telefonimga mana. Davom ettiramiz. Bo'ldi, yetib oldi. 79,000 so'm qopti pullari. Baxshi qulaydi, maza qilaveradi-da. Boshiga yana maza qiladigan joy pul ham bermay chiqib ketibdilar aka-boru. Umuman pul bermasdan hamma xizmatlarimizdan foydalanib chiqib ketibdilar. Kelsanglar mana shu yerdamiz mabodo.